Oho, o'ylaganimdan ancha katta maktab ekan. Salom, sen yangi o'quvchimisan? Ha, shunday. Ismim Prinsessa. Yaxshi, men Kanrujiman. Yur, senga tanishtirib chiqaman. Okey, yaxshi bo'lardi. Bu bizning yangi o'quvchimiz. Bo'ldi, prinsessa, joyingga o'tir. Vau, juda ham chiroyli qiz ekan. Nega yuragim tez uryapti? Oho, yangi qiz kelibdimi? Kulgili emasmi? Meni ismim Prinsessa. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Hamma chiqishi mumkin. Agar birorta yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, men doim shu yo'daman. Agar maktabda muammo bo'lsa, menga aytaver, bemalol. Reddi, nimalar qilyapsan aralashib? Hech qiziqmas menga Stromik. Urushmanglar, nima qilyapsizlar? Bo'ldi, Kanroji, hozir boraman, to'xta. Adashmasa boshqona past edi-da, to'g'ri topibman. To'xtanglar. Salom, qalaysan? Salom, yangi o'quvchimisan? Ha, shunday. Maslahatim Drikodan ehtiyot bo'l. Undan uzoqroq yur, qisqasi. Nimaga? Nima sababdan? O'zing bilib olasan. Ha, mayli, baribir bir nima g'alati edi. Mayli, meni ishlarim bor edi, keyinroq kelaman. Sen shu yerda o'tir. Ha, Kanroji, shunaqa gaplar. Keyin ertaga uy vazifalarni bajaramizmi birgalikda? Sen yangi qizmisan maktabda? Ha, nimaga edi? U yo'qda men aytganim bo'ladi, tushundingmi? Kimsan, nima do'stsan? Prinsessani qahramon tinch qo'ydirik-ku. bo'lmoqchimisan? Prinsessa Sen menga buyruq berolsan. Hozir Reddi ham kelyapti. Ikkalamizga qarshi chiqmoqchimisan? Hali ikkalan ham ko'rasanlar. Bitta narsani sezdingmi? Hali yurish yetmasang, hech nimani sezganim yo'q. Stromik bilan Reddi senga juda ham g'alati qarashyapti-da. Jindiromisa, hech nima bo'lgani yo'q. Ular umuman oddiy hol tushunsanmi? Bo'ldi, hech nima bo'lgani yo'q. Bu aniq-ku. Bor, sen aniq jinni bo'lib qo'ygansan, Kanroji, ishon. Bo'ldi, soat ham 7, hali kech qolmadim. 7:30da boshlanadi. Barchiki salom. Salom prinsessa. Oho, jang boshlandi shekilli. Uzr, ikkalanglarni ham gaplarini eshitmay qoldim. Stromik Reddi. Menimcha ikkalasi ham seni yoqtirib qolishgan. Kanroji, jinni bo'lib qoldingmi? Nima do'stsan? Bu aniq-ku. O'zing ko'rmayapsanmi? Yo'q, ko'rmayapman. Menga ularning ikkalasini ham gapirma, xo'pmi? Umuman gapirmay iloji bo'lsa shu ikkalasini. Ozgina katta gapirsa xafa bo'lib ketib qoladi. O'zini aytayotgan gapini qaranglar. Bugun juftlik bo'lib loyiha ishlaysizlar. Ustoz, men prinsessa bilan birga sherik bo'lay. Prinsessa va Reddi, Stromik va Noftizi. Yes, prinsessa men bilan. Mayli. Qalaysan prinsessa? Yaxshi, rahmat, o'zing Bir qalaysan? narsa aytmoqchi edim. Haligi sevgan yigiting. Qo'y, bo'ldi, gapirma, iltimos. Reddi, loyihani gaplashaylik. Oho, yaxshi. Jinursi Reddi, Stromik xafa bo'lib ketdimi? Nimaga xafa bo'ladi? Mayli, loyiha haqida gaplashaylik, davay. Xafa bo'ldingmi? Nimaga gapirmaysan? Mayli, ertaga qoldiramiz. Men umuman charchadim bugun. Ertaga qilamiz. Jinursi Stromik nimaga xafa bo'lib ketdi? Yoki Kanrojining gaplari rostmikan? Nima qilyapsan, qahramon bo'lmoqchimisan? Men yo'limdan chiqyapsan, o'zingdan ket. Hozir Reddi kelsa qochasan-ku. Stromikka qo'lingni kuchini tekkizma. Oho, ikkiga Nima birmi? qilyapsan? Yaxshi ko'ramiz hali. Prinsessani tinch qo'ydirik-ku. Boshqacha gaplashamiz keyingi safar sen bilan. Ochko ishlamay. Jinursi may olganda yana ur. Sen qisqali meni kimligimni bilmaysan-da. Seni kimliging menga vashchi qizumas, ishon. Undan uzoqroq tur. Ishing bo'lmasin, aralashma. Bor, ket bu yoqdan. Yaxshi, afsuslansan hali.
Shu maktabga o'tganimdan beri muammolar umuman tugamaydi. Jin ursin jonimga tegib ketdi. Men bu hotdogam sovuq qopti. Men bu o'yinchi вообще yaxshi ko'raman. Ishoninglar вообще. Videoga like qilib obuna bo'linglar. Shuncha mehnatimiz qadrlagan holda. SMS keldimi? Trikodan ehtiyot bo'l. Uf, jin ursin nimalar bo'lyapti? Kim yashiringan nomer? Hech kim bilib ham bo'lmaydi kimligini. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Sizlar videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Men o'tirish kerak endi. Krasavchik bo'lib, ha mayli. Ovqatimizni yeymiz va yotib uxlab ertaga maktabga borishimiz kerak. Nu mayli. Ertaga men bu xabarni Kanrojiga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ha mayli, hozir ishimiz ko'p, ovqatimizni yeb olamiz. Xo'p, maktabga ham kelib oldim. Endi Kanrojining oldiga boramiz. Kanroji, qalis yaxshimisan? Senga bitta gap aytishim kerak. Kanroji, menga qara. Короче, mana telefonimga mana shunaqa xabar keldi. Direkt ehtiyot bo'lgan. Buni senga kim yubordi? Nima? Yo, Estromak, hech nima bo'lmadi. Joyingda o'tirur. Hech nima bo'lmadi, bemalol. Jin ursin, Kanroji kim anak qilibdi, xabar yuboribdi. Juda ham qo'rqyapman men Trikodan. Mayli. Ha, mayli, haligi SMS o'chirib tashlayman. Вообще kerak emas, jin ursin. Bugun 8:00 da sport zalga kelaman. Jin ursin, yana kim bu SMS yubordi menga? Yana xabar keldimi? Ha, qayerdan bilding yoki sen jo'natibsan menga? Ha, chunki menga ham keldi bu xabar. Jin ursin, obunachilar kimdan kelyapti ekan? Men aniq bilaman, aytib qo'y, qara. Bu xabarlarni Driko yoki uni oshnalari bizga jo'natyaptiki, gapimni eshitmaysanmi? Hammayli jin ursin, nima bo'lsa bo'ldi, men ham sinfga borib o'tiraman. Prinsessa yangi kelgan bizlarga, lekin ikkita bo'langa o'xshab olgan, menga yoqmayapti. Ha, shunda nima qilmoqchisan ularni? Tinchku rejalarim bor, yaqinda shularni qilaman. Kut do'stim. Ha, o'zing bilasan, yana ahmoqqa o'xshab bitta qizni deb qancha do'stlaringdan ayrilib qolma. Jin ursin. Buni bola eshitish kerak. Bu Driko deganlari bir nimani reja qilyapti. Bolalar qisqasi prinsessani himoya qilishimiz kerak. Ovozini yaxshi eshitmadim-u, lekin Driko bir nimani reja qilyapti. Jin ursin, Driko nimanidir rejalashtiryapti-da, shu prinsessani himoya qilishimiz kerak unda. Drikoda nimadir bor. Jin ursin, Driko. Uni aniqlashimiz kerak. Tez bormasam ustoz aniq chiqaradi. Oy, prinsessa, bugun Estromi senga bitta taklif beradi. Uni xafa qilmaysan degan umiddaman. Nima? Qanaqa taklif beradi? Plus qanday taklif u? Keyin bilib olasan. Okey, yuri. Hozir dars boshlanadi. Dars boshlanishiga ham 5 daqiqa qoldi. Hozir bormasak, ustoz bizani aniq tikka qo'yib qo'yadi. Qani, let's go, ketdi, давайте. Hey, senga bitta gap aytmoqchi edim. Xo'p, eshitaman, nima gap? Xo'sh, men kompyuterxona ochgandim, shunga birga sherik bo'lishga rozimisan? Tushunmadim. Nimaga aynan men? Keyin bilib olasan, prinsessa, buncha ko'p savol berasan-e. Uzr. Xo'p. Mayli, men roziman. Kompyuterxonani ko'raylik-chi? Rahmat senga. Nimaga rahmat deysan? O'zi shuncha zo'r taklifni berib, yana rahmat aytishingga o'ylayman. Давайте unda kompyuterxonaga boraylik, ko'raylik. Mazza qilib do'stlarni chaqirib o'ynaylik. Qani, let's go. Oho, bannerlarni ham cho'tga qilibsan-ku, Estromi. Qani, kiraylik. Buncha zo'r bu-yo. Tak, obunachilar, mana kompyuterlarni, keyslarni, korpuslarini qaranglar. Bay, Estromi, asal qilsana, xona. Chiroyliligini qaranglar buni, obunachilar. O'tirishini qaranglar. Shu bak bo'lib qo'yurasiz-da, biz o'ynasak. Reydi telefon qilyapti. Allo, Reydi, maktabda oldagi kompyuterxonaga hammamiz shu yerdamiz. Xo'p, hozir boraman. Oho, hamma shu yerda-yu. Qolganlarni ham chaqiraylik. Xo'p, bolalarga telefon qil. Nightboy, Shoh, Kanroji, maktab oldida ochilgan kompyuterxonaga tez kelinglar. Estromi, вообще cho'tga asal chiqibdi boru. Da, ancha xarajat ketdi. Da, lekin xarajatiga arziydi, Estromi, unaqa buyurma. Mana bu adminlarning xonasini qaranglar, mana bu keysini qaranglar.
judayam yoqdi. Men rozi bo'lganimdan вообще xursand bo'laman. Boraman konditsioner, mana Batmanni. Anaqasini qaranglar. Makillab ham ko'raman. Jennerson videoga like, kanalga obuna bo'linglar va 3-qism tezda chiqadi agarda videomda 500 ta like yig'iladigan bo'lsa. Oho, yaxshi, juda ajoyib bo'pti xona. Wow, вообще yo'q, xona juda ajoyib. Dai, shuncha Wow, mehnat вообще ketgan, yo'q. shuncha xarajat ketgan bu yerga. Bechara Esromikni. Nightboy, qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'zing. Ey, stop! Bu yoqni sasitmanglar. Kompyuterxona bu yoq. Qiz, Nufzi. Yehe, bo'ldi, urushmanglar, lekin o'zing ham to'g'ri gaplari. Bu kompyuterxona. Hamma xohlagancha o'ynasin, короче, bugun mendan grev. Oho, hamma Esromik saxiy deb kommentariyaga yozsin. Sizlar ham aytinglar do'stlar, Esromik saxiy deb. Qisqasi hammamiz shu yerda ekanmiz. Biz birga bo'lishimiz kerak, ya'ni sinfdoshlar 7 taligimiz birga bo'lishimiz kerak. Barchaga omad, bu yana bilmadim. Jennerson, bizning kompyuterxonamiz buzilishi mumkin. Kelinglar bu yoqqa. Qanaqasiga, qanaqa qilib, jinnimisan, ofsi? Men hujjatlarni ko'rdim. Binoni buzish yoki ta'mirlash haqida reja bor ekan. Yo'q, unaqa emas, oldin tekshiramiz. To'g'ri, hujjatlarni menga ko'rsat. Bu hujjat eski ekan. Xudoga shukr, qo'rqib ketdim, yopilib buzilib ketadimi deb. Eski bo'lsa ham baribir buzilish xavfi bor-ku. Unda xonani saqlab qolishimiz kerak, himoyalashimiz kerak qo'ldan kelgancha. Nega yolg'iz o'tiribsan? Shunchaki o'ylanib o'tiribman-da. Kimdir xafa qildimi? Menga bemalol aytishing mumkin. Sen yaxshi odamsan. Salom qolishmaysan. Jennerson, nima haqida gaplashishyapti bular? Ertaga komissiya keladi. Agar kompyuterxona talabga javob bermasa, yopiladi. Ha, agar talabga javob berilmasa yopiladi. Voy, bolaga tez aytish kerak. Obunachilar, sen gapirishim kerak. Komissiya ham keldi, mana Jennerson hozir kompyuterxonalarni tekshiryapti, hamma joyini. Tak, men bunda 2 ta hamkasb direktorni va militsiya xodimi. Sekinga tekshiryapti bu yerda Esromik bilan Dark, Nofsi hammasi o'ynayapti, ish qilyapti. Jennerson nima deyotgan ekan eshitamiz. Bir hafta ichida bu xona foydali ekanini isbotlaysiz. Agar hammasi yaxshi bo'lib, xona ishlab tursa, bu yer Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Xayr. Jennerson obunachilar ketishdi va nihoyat va biz endi bu kompyuterxonani aktiv qilib, odamlarni chaqirib, jalb qilib. Bo'ldi. Kompyuterxona buzilmasligi uchun biz jonimizni berib harakat qilishimiz kerak Men bo'ldi. odamlarni chaqiraman. Men reklama qilib hammaga tarqataman. Men texnik tomonini yaxshilayman. Demak biz hammamiz birgamiz va bu sinovlarni hammasini yengib o'tamiz. Sizlarga ham omad, o'zimga ham omad. Men ham agarda ish biladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Qani unda men uyga ketdim, kecham bo'lib qoldi. Mayli, sog' bo'linglar. Bolalar, haligina pulni oldinglar. Jennerson. Bolalar, tez kelinglar. Jennerson ekranda men qaytdim deb bo'yin ustidan yozildi. Nima bo'ldi hozir? Demak, kimdir bizni kuzatyapti. Nima? Bu xabar noma'lum odamdan kelgan. Sababi bizning kompyuterlarimiz hech qaysi bir odamga ulanmagan, o'zimizdan tashqari. Jennerson kim bo'lishi mumkin axir? Bizning dushmanimiz yo'q bo'lsa pashti. Shoh bor edi, mayli, u biz bilan o'zi do'st bo'ldi. Nima qilamiz, kim qilgan? Tez kameralar tekshiramiz. Xo'p, lekin qaysi vaqtda kim ulanib ketganini qayerdan bilasiz? Jennerson, men umuman ko'rmaganman ham. O'zi bu yerga yaqinda kelgan bo'lsam, taniysizlarmi? Hey, men buni oldin ko'rganman. Xo'sh, yaxshi, unda kimligini bilasanmi? Aniq bilmayman-u, lekin ko'rganman. Hatya ismini bilarsan, bizga kerak bo'ladi baribir. Uni ismi Shadow.
U 1 yil oldin shu maktabda o'qigan va birdaniga yo'q bo'lib qolgan. Jenurson o'lib qolmagandir. Mayli nima bo'lsa bo'ldi, ertaga topamiz bo'ldi. Oldin seni yomon deb o'ylardim, lekin hozir fikrim unaqa emas. Ha, hamma shunday o'ylaydi. Endi sen bizni jamoamiz qismisan. Balki. Shunaqa. Uzr, bilmadim. Hozir olib beraman. Rahmat. Har safar rahmat dema. Nega? Chunki senga yordam berish menga yoqadi. Bor yo'qol. To'xta, nima qolsa? Jenurson bu qayoqdan keldi tez qotish kerak. Jenurson qochib ketdi. Tez bolaga telefon qilish kerak. Alo, Estromik? U 1 yil oldin shu maktabda o'qigan va birdaniga yo'q bo'lib qolgan. Nima bo'ldi? Gaplashdinglarmi? Nima bo'ldi? Shadow ekan, aniq ko'rdim. Hech narsa demadi, qochib ketdi. Jenurson, demak u yana keladi oldimizga. Uni topishimiz. Jim bo'linglar. Mani boshqa narsa Voy qo'rqityapti. xudoyim, yana nima bo'ldi? Men qog'oz topib oldim. U yerda kompyuterxona 24 soatdan keyin yopiladi deb yozilgan. Jenurson, qanaqasiga buni kim yozgan bo'lsa ham topishimiz kerak. Hamma balolar bizning boshimizdami? Nima bo'lyapti, Jenurson? Mayli, biza bola bilan dachaga ketamiz. Estromik, o'zing amallarsan xonani. Prinsessa, omad senga. 2 kunda kelamiz. Sen ham borsang yaxshi bo'lardi-da. Mayli, sog' borib kelinglar. Voy, mazza-ya xona. Ha, shunday. Vashsha ajoyib. Prinsessani chaqiramiz, yordamlashadi bizaga. Ha, telefon qil. Alo, prinsessa, kompyuterxonaning yoniga kel, bizaga yordamlashasan. Bugun odam ko'p keladi-yu. Yuragim boshqacha uryapti. What's up guys? Nima gap? Qalaysizlar? Keldingizmi, xonim? Voy, ha, keldim. Nima gap? Prinsessa, nima gap? Tinch o'zingizlashib o'tdimi ishlar jiki-jikimi? Mayli, men ish stolimga o'tirdim. Har xil xabarlar tarqalib ketibdi-yu. Kim edi? Shadow bilan Ghost haqida. Mayli, hozir ishimni boshlay ko'ramiz. Kim keldi? Shunday kirsa bo'lmaydimi? Bu yoq kompyuterxona-yu, u emas. Sen kimsan? Nima ko'rsan bu yerda? Estromik, nofsi, menga qaranglar. Nima xohlaysan bizdan? Nihoyat uchrashdik. Nimalar deyapsan? Chunki bir paytlar mening orzuyimni yo'q qilishgan. Bu bizning aybimiz emas. Bilaman. Men sizlarga ozgina hazil qildim. Shunda bu yerni yopasanmi? Men bu yerni yopmoqchi emasman. Bizaga qog'ozda xat jo'natganding, shu ham sen bilding? Axir men buni yozmadim. Nima? Stop. Unda 24 soat yopiladi degan qog'ozni kim yubordi? Bu qog'ozni men yuborganman. Nima? Siz? Men. Nima deyapsiz? Nima sababdan? Chunki bu kompyuterxona juda tez mashhurlikka erishdi. Men bu joyni sklad qilmoqchi edim. Tushundimisiz? Qanaqa sklad? Afsuski siz bu yerni yopa olmaysiz. Sababi hamma narsalar joyida turibdi va dokumentlari ham o'z joyida. Bu yerni yopish uncha-munchasini qo'lidan kelmaydi. O'shuning uchun ham xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bu kompyuterxona qolishi uchun plyus tomonlari kerak. Aytib bera olasizmi? Bu xona shaharda bittaligi bilan ajralib turadi. Bu xona o'quvchilarga yangi imkoniyat yaratadi. Kompyuterxonamiz shaharda bitta va yerda yopiladigan bo'lsa o'zingizga minus bo'ladi. Bu yerda ko'p loyihalar yaratiladi.
bo'ladi. Sizlarga ishonardim, молодец. Yo xudoyim, endi bizni kompyuterxonamiz qoladi. Estromik, mana buni qara, men to'g'rilamayapman, yonmayapti monitori. Chin ursin. Ay, kim bu? Ay, nimaga chiqib ketdi? Oho, mamlakatda. Nimaga? Nima bo'ldi? Bir paytlar mening sherigim bo'lgan. Jin ursin, unda u sendan kuchli hacker. Mayli, unda bizdan oldimizga nimaga keldi u? Biz umuman ko'rmaganmiz uni. Men bilan o'ynashish qanaqa ekanini bilmaydi shekilli bular-a. Yangilikni zo'ri bor. Qanaqa yangilik? Maktablar o'rtasida katta loyiha bo'lyapti ekan. Sovringa katta pul yutug'i. Bu biz uchun imkoniyat. Oho, yangilikni menga ham aytnovsi, adminlarning xonasida turibman. Tanlovda faqat 2 odam qatnasha oladi. Oy, jin ursin, biz 4 tamiz-ku. Agarda g'olib bo'lsangiz, katta pul yutug'i kutmoqda. 2 odam tanlanglar. Bo'ldi direktor, men tanladim. Biz Novsi ikkalamiz tanlovda qatnashamiz. Umringda bir marta to'g'ri qaror qilding, prinsessa. Voy yo'q, Novtsi prinsessa, tanlovga yaxshilab tayyorgarlik ko'ringlar. Mayli, Estromik, Dreko xafa bo'lish yo'q. Biz ikkalamiz tanlovga mosmiz. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Novsi hozir biza to'g'ri to'garakka boramiz, o'rganamiz, okey? Ha, Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Boshim aylanyapti. Prinsessa, ahvoling yaxshimi? Nima bo'ldi? Bo'ldi, o'tib ketdi. Bilmayman, nimagadir boshim aylanib qoldi. Uyingga bor to'g'ri. Ozgina boshim aylanib ketdi. Ha, mayli, uyga boramiz. Nima? Haligi kompyuterxonaga borgan bolami? Xatga shoshilyapsiz. Zero, qani ushla buni. Nimalar ko'sla qochinglar. Alo, Estromik, agarda tanlovda biz g'olib bo'lamiz deyotgan bo'lsang, adashasan. Prinsessa bizani qo'limizda. Okey, qishloqdagi uydan olib ket. Biz yutamiz, Zero, ketdik. Tez borishimiz kerak. Ha, xuddi shu yerga prinsessa. Nima qilmadi? Vaqtida kelib qoldinglar. Nima bu? Bu ghost o'zidan ketibdimi? Uni topishimiz kerak. Hamma yo'qolsin bu yoqdan. Nima qilyapsanlar? Nima bu ahvol? Ghostni topsam aniq o'ldiraman. Nima bu? Haligi meni o'g'irlab ketgan bolani sikini. Jin ursin, topsam aniq o'ldiraman ularni. O'zicha shu ghost yana menga tahdid ham qildi. Bu ghost o'zidan ketibdimi? Uni topishimiz kerak. Ha, shu kompyuterlar ham yoqib qopti. Mayli, adminlar xonasida o'tiraman. Obunachilar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Barchaga xayr.